Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qutlug' qushok kuningizdan hurmatli No'qat Xorij kanalini qatorlovchilar. Bugungi kunda 13-oktyabr kunga 4-kundagi tushki tomoningizda tatlı bo'lsin demoqchiman. Sizlarga No'qat shahridan baringizlarga jalomuz salom aytamiz. Hozir biz birinchilar Finka bankka keldik. Finka bankda kurslar qanday bo'ldi ekan, o'sha yerdan ma'lumot olib beramiz. Finka bankka keldik. Finka bankda 83 so'm dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 28,5 tiyin rubl ekan. Rubl sal ko'tarilib qolib turmoqda to'g'onlar. Finka bankda kurs shonda o'z boshqa joylarga borib ko'ramiz. Ekoslom bankka keldik. Ekoslom bankda 83 so'm dollar, 81 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 28 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl 5 tiyinga arzonroq ekan. Hurmatli to'g'onlar, hozir boshqa joydan ko'ramiz. Hurmatli to'g'onlar, Kırgıziston bankka keldik. Kırgıziston bankda 83 so'm dollar, 80 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 28 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl 28 1 so'm 28 tiyin ekan. Doskredit bankka keldik. Doskredit bankda 83 so'm dollar, 80 so'm 90 tiyin euro, 1 so'm 28,5 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl shunday bo'ldi. Hurmatli to'g'onlar, Aziya bankda 83 so'm dollar, 81 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 29 tiyin ekan. Bu yerda rubl ko'tarilib qolibdi. Hurmatli to'g'onlar, Aziya bankka kelib olmoqchisangiz bo'lar ekan. Bakay bankka keldik. Bakay bankda 83 so'm dollar, 81 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 28 tiyin rubl ekan. Rubl sal ko'tarilib. Hurmatli to'g'onlar, shu bilan No'qat Xorij kanali sizlar bilan xo'shlashib, ertangi kungacha tinch bo'linglar, omon bo'linglar. No'qat Xorij kanali sizlarning doim xizmatingizda. Bugungi kun shu bilan oyoqladi. Ertangi xudo xohlasa ko'rishamiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.